Bugun 30 yoshli patsientimni analiz tahlillarini ko'rib chiqamiz. Patsient 30 yoshda, 6 yildan beri farzandlari yo'q, bir marta varikocheli operatsiyasi o'tkazganlar. Lecheniya olgan 6 yildan beri, lekin urug'ni soni ham, sifati ham o'zgarmagan. Demak, birinchi spermogrammasida 1 milli urug' hujayrasida 15 million spermatozoid bo'lishi kerak. Patsientda 7 million. Общий kolitsiyasi, ya'ni umumiy soni, urug'larning soni 39 million bo'lishi kerak normada, ularda 20 million. Harakatchanligi, ya'ni AB kategoriyasi 32% dan yuqori bo'lishi kerak, patsientda 17% va morfologiyasi 4% chiqishi kerak normada, patsientda 1%. Va gormonlarni tekshiruvdan o'tkazganimda asosiy 5 ta gormonni tekshirdim. 5 ta gormondan 2 ta gormon, ya'ni testosteron bilan estrogen gormoni juda ham past chiqdi. Va yana qayta UZI qilganimizda varikochelining 3-darajasi yana qayta aniqlandi. Nima uchun 6 yil davolanish besamar ketgan? Buni asosiy sababi varikocheli 3-darajasi, ya'ni varikochelining qaytalanishi, retsidiv deb ataladi. Mayakda varikochelining hisobiga harorati ko'tarilishi, qon aylanishini buzilishi va kislorod yetishmasligi hisobida mayakdagi Leydig va sertoli hujayralarning funksiyasi buziladi. Leydig hujayrasidan testosteron gormoni ishlab chiqariladi. Testosteronning aromataza fermentidan esa estrogen gormoni ishlab chiqariladi. Demak, Leydig hujayrasining funksiyasi yaxshi bo'lmagani hisobiga gormonlar passiv ishlab chiqarilgan. Testosteron bilan estrogen gormoni Leydig va sertoli hujayralarda urug'ning soni, urug'ni yaxshi ko'p ishlab chiqarishini va urug'ni sifatli ishlab chiqarishini ta'minlaydigan asosiy gormonlardan biri. Varikochelining 3-darajasi Leydig hujayralarida juda ham katta ta'sir ko'rsatib, gormonal o'zgarishga va gormonal o'zgarish esa urug'ning soni va sifatini tushishiga olib kelgan. Mana shuning uchun davolanish natija bermagan. Analiz tahlillariga qarab, lecheniyalar natija bermagani uchun patsientlar bilan maslahatlashib, patsientlarga eko orqali tezroq homilador bo'lishini tavsiya qildim.